nechta? 3 ta bor ekan, hurmatli obunachilar. Sadosi bo'lyapti akalar. Bo'lmasa nomerni aytardik. Xo'p, 64 tadan ekran buzoqni narxini so'rang dedi. So'rayapman mana. Nech pul bo'lar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 18,5 baho aytyapti. 18,5 baho aytila bolasi unachi. 6 litr suti bor, hurmatli obunachilar. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi 2 kurak. Birinchi bolasi 2 kurak, hurmatli obunachilar. O'nchab tanlamaydi. Mana yelimlar akalar. 6 litr suti bor ekan akalar. Sadosi qanaqa bo'ldi? 16 million 200 ming so'm sadosi bo'ldi, hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar nomerni ayting. Hozir nomerni aytamiz akalar. Qiziqqan akalarimiz aloqa chiqarasiz hozir. 48 minut davomida jonli efirimiz bo'lyapti akalar. 118 ta odam like bosibdi. 99 lik. 762 762 3290 yana bor sigir. 3290. Ha. İkinci nomeram bor ekan, hurmatli obunachilar. Yo'q. Ashunga telefon qilaversin, ha? Bo'ladi. Shunga telefon qilaversin, hurmatli obunachilar. Aloqa chiqaringlar ash bitta nomerga. Aka-ukalarimiz qiziqqanlar aloqa chiqarishdi, bolasini ochiladi. Bunimiz necha pul? Bunisi necha pul aka? 25 deyapti, sami bor. 25 kami bolasi. Bolasi xunajin. Bir haftalik bo'ldi, hurmatli obunachilar. Qayerda bozor? Andijon bosgan Cho'g'mol bozor. Yosh buqalar ko'rsating, xudo so'zidan akalar. Mana hurmatli obunachilar. Shvedga qiziqqan akalarimiz Shved mana. Qirg'izistonning Shvedlaridan. Sut qancha beryapti? 6 litr sut beryapti, xudo xolos. Yuvosh, Eng kerakli yuvosh akalar. O'nchab tanlamayman, xudo xolos. O'nchab tanlamayman akalar. Kilo nomerni ayting ishqibozlarga. 93lik. 133 97 12 nomerlarga aloqa chiqarasiz, hurmatli obunachilar. Mana akalar. Bolasi ham xudosi chiroyli narsa ekan. Ishqibozlar. Charchab, bir haftalik majinchamiz mana akalar. Kindilar hali tushgan yo'q. Qiziqqan akalarimiz ishqibozlar aloqa chiqarasiz akalar. Kilo nomerlar aytildi. Xudo xolos. Bosvoramiz akalar, laklab bosvoramiz. Bunisi necha pul bunisi? 25 kami. Bolasi? Bu ham xunajin bolasi. Xunajin bolasi bilan 25 million so'm kam bor. Necha litr? Bunisining 4 litr 5 litr. Usti bor, hurmatli obunachilar. Hozirgi nomerga aloqa chiqarasizlar. Qiziqqan akalarimiz. Qo'rqma jonivor, qo'rqma. Yelimlarni ko'rsatib qo'yapman obunachilarga. Turishini qaranglar. Ha? Assalomu alaykum. Charchamasam. Bir joydan ko'rsatib kelyapman. Bunday yurib. Qaysimi? Akalar qaranglar, mana Shved. Egasini olasizmi? Qaranglar, mana Shved akalar. Shvedimiz necha pul ekan? 30 million kami bor. 30 million kami bor. Savdolar qanaqa bo'lyapti? 25 million 200 ming keldi ikki kishiga. Ikki kishi 25 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi, bermadingiz. 4 kurakga, ikkinchisiga 4 kurak, ikkinchisi bo'g'oz. 6 oylik xudo xohlasa. 6 oylik bo'g'oz ekan. Akalar, semizligini qaranglar akalar. E'tiboshiga qaranglar. Mana shu bola bag'ayapti. Akalar, tirnog'iga alohida e'tibor berasiz. 2 stakan tirnoq, hurmatli obunachilar. Turishini qaranglar, bu Shvedni. Mana deydigan insonlar oladigan ekan akalar. Haqiqiy ishqiboz oladigan akalar. Ustini qaranglar. Ustiga menga tuxum terib qo'ysalar ham tura oladigan ekan, hurmatli obunachilar. Obunachilarimiz mollar, hurmatli obunachilar. Nomerni ayting aka. Qani? Nomerni ayting obunachilarga. 88 lik. 100 0308. 0308 nomerlar aloqa chiqarasiz, hurmatli obunachilar. Shunaqangi sorti baland mol istagan aka-ukalarimiz mana akalar Shved tozasidan. Xudo xolasa akalar. Aloqa chiqarasiz akalar. Mana turish. E'tibosh o'ta ham chiroyli, e'tibosh juda ham zo'r. 25 million so'mdan oshiq savdosi bo'ladi. 25 million 200 ming so'm savdosi bo'ladi akalar. Qancha?